Diqqat! O'zbek shou-biznes olamining primadonnasi Yulduz Usmonova haqida yomon xabar tarqaldi. Xonanda Yulduz Usmonova sudda javobgarlikka tortildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llab-quvvatlasin. Diqqat qiling, xonanda Yulduz Usmonova sudda javobgarlikka tortildi va u shoir Yo'lchi Ro'ziyev she'ri bilan aytilgan mashhur qo'shig'idan voz kechishga qaror qildi. Bu haqida O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Instagramdagi o'zining sahifasida ma'lum qildi. Joriy yilning 1-noyabr kunidan boshlab Yulduz Usmonova o'zining mashhur qo'shig'i ijtimoiy tarmoqlarda o'chirib tashlanishi va televideniya hamda radio orqali ham eshitirilmasligini aytdi. Shuningdek, san'atkor muxlislariga murojaat qilib, ushbu taronani ijtimoiy tarmoqlardagi o'z sahifalariga joylashtirgan bo'lishsa, taronani o'chirib tashlashni so'radi. Xonandaning yozishicha, Yo'lchi Ro'ziyev she'ri bilan aytilgan Xasta bo'lma qo'shig'i o'rniga mutlaqo boshqa she'r bilan qaytadan Usmonovani o'zi tomonidan yangi talqinda ijro etilgan va yaqin kunlarda bo'lib o'tadigan konsertda jonli ijro etishini aytgan. Eslatib o'tamiz, Yulduz Usmonova va shoir Yo'lchi Ro'ziyev o'rtasida bo'lib o'tgan sudda Yulduz Usmonova shoir Yo'lchi Ro'ziyevga yutqazib, sudning qarori bilan 185 million so'm jarima to'lagan. Hurmatli tomoshabin, ushbu qo'shiq oz bo'lsa-da barchaning ko'nglidan joy olishga ulgurgan. Yulduz Usmonovaga ijodiy zafarlar hamroh bo'lsin deganlar, video ostiga like tugmachasini bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.